Mashalloh, mana qaranglar, uyimizning zal qismiga Allohga 99 ta ismini yozib qo'yishdi. Juda go'zal ko'rinyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana zalini ham birato'la bitta ko'rib beringlar. Qaranglar, niyat qilganlar bitta like bosib qo'yamiz inshaalloh. Zalni qaranglar, kengligini. Bu yerda o'tirgan mehmonlar maza qilib o'tirib ketadi. Hozir men sizlarga uyimizni hol qismini ko'rsataman. Yo'qsa niyat qilib bitta like bosib qo'yinglar inshaalloh. Marhamat, mana qaranglar. Mana bu kirib kelish bo'lyapti. Hol qismini qaranglar, kattaligini. Yo, mashalloh. Mana bunga hammasi mana bo'yalmagan, surtilgan bo'tdan. Nima desam, qo'l bilan qilib chiqilgan tilla rangli. Mana lyustrasini ham o'zi palon pul turadi. Men sizlarga zo'r joyini ko'rsatay. Mana zinalari yong'oq. Mana o'zingizlar bitta baho beringlar. Bu nimasi? Bu san'at asari bo'lib yotibdi-ku. Qaranglar, okalarimiz bu yerda ancha mehnat qilishgan. Shundoq mashqni o'zidan mehnatligiga bitta like bosib qo'yinglar. Bizga qaranglar, hozir birinchi etajni ko'ryapsizlar, hol qismini. Hozir men sizlarga ikkinchi etajni ko'rsataman. Marhamat, ikkinchi etajga ham chiqib boryapmiz. Mana ko'rasizlar, birinchi etaj qandoq katta bo'lsa, ikkinchi etaj ham xuddi shunaqa kenglikda. Mana shu turgan joyimiz 100 kvadratdan oshiqroq ekan. Ya'ni bu Novostroykada hisoblaydigan bo'lsak 4 xonali uy degani mana. Lekin boru gap bo'lishi mumkin. Shaxsan menga juda yoqdi. Inshaalloh niyat qilib qo'yinglar. Hammamizga mana shunaqa uylarda ota-onamiz bilan mazza qilib yashashlik nasiba ro'za aylasa. Lekin men kartinka bilan art dizaynni yoritib tashlashibdi. Inshaalloh kimga mana shu uyga ravo ko'rsangiz, yaqin birodaringiz, jigaringizga bo'lsa, bu videoni tezda jo'natib qo'yinglar. Inshaalloh ularga ham tez kunlarda mana shunaqa uylarda yashashlik nasiba ro'za aylasa.